Qo'limdagi mahsulot hamma ayollar ishlatadi. Apteka, bozorlardan olinadigan-da. Qadoqlanishini o'zi aytib turibdi-da, 04 LDPE qadog'i. Oddiy polimer sellofandan qilingan. Buni ochish uchun biz yirtib ochamiz. Oddiy qog'ozdan qilingan. Greenleaf prokladkalarini esa qadoqlangan, ichi folga bilan qilingan. Bu degani sterilizatsiyani 100% ushlaydi. Aptekadan oladigan mahsulotimizni orqasidagi kleyga ahamiyat berasiz. Texnik kleyda yopishtirilgan. Texnik kley bu juda ham zararli. Greenleaf mahsulotida esa orqasi pishavoy, ya'ni oziq-ovqatlarga bemalol ishlatadigan pishavoy kley yopishtirilgan. Biznikida anion chiplari bor. Anionoviy chip turmalin toshining tolalaridan to'qilgan bo'lib, sizdagi butun shamollash, infeksiya, zararli mikroblar, butun keraksiz narsalarni bu o'ziga olib bloklaydi. Hech qanaqangi hidlar ham keltirmaydi, hidni ham bloklab qo'yadi. Bir kunda ayollar bundan 5-6 tasini ishlatganda biznikini bittasini ishlatadi.